Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilarim. Yana sizdagi global savol: jigarni tozalash mumkinmi yoki jigarni tozalash kerakmi degan savol kelyapti. Bilasizmi, jigarni tozalash kerakmi deyishdan oldin mulohaza uchun bitta savol bermoqchiman. O'zi jigaringiz nima ish qilayotganligini bilsangiz tanangizda, uni tozalash kerakmi, yo'qmi degan savolga o'zingiz javob topasiz. Kimdir, qaysidir shifokor, qaysidir mutaxassis emas, aynan o'zingiz topasiz. Jigar nima ish qilishini bilasizmi? Tanangizdagi eng katta filtr. U eng katta organ. 2 kilocha chiqadi-yu, lekin juda katta organ. U juda ko'p ishni bajaradi. U o'zini o'zi tozalash bilan 400 yana qo'shimcha 499 ta ishni bajaradi. Tasavvur qiling. Sizda buqoqda muammo bormi? Buqoqni davolaysiz. Aslida buqog'ingiz yaxshi bo'lishi uchun sizda jigar yaxshi ishlash kerak. Yana bitta tomoni bor. Jigaringiz og'rimaydi. Jigar yillar davomida qurib, yog' bosib, kirlanib ketaveradi, lekin siz og'rimaydi. Shuning uchun ham jigarim yaxshi deb o'ylaysiz. O'zi qildim, diffuzni o'zgarish, ozgina o'zgaribdi, ozgina kattaribdi deb yuraverasiz. Aslida 500 ta ishni bajaruvchi o'sha eng hokisor organimiz tanamizdagi hamma organ uchun kerakli bo'lgan narsalarni, ovqatlarni o'zida sintez qiladi. Sizda buqoqda muammo bormi? Demak, jigaringizda muammo bor. Demak, sizga vitaminlar kam bo'layapti, yeyapsiz, to'lmayaptimi, yana kam chiqyaptimi, jigaringiz sintez qilmayapti. O ishini bajara olmayapti. Ana bundan keyin o'ylab ko'ring. Har kun 500 ta ishni bajaruvchi organ tozalashga kerakmi? Tozalash kerakmi yoki yo'qmi? Jigarim toza, organ o'zini o'zi tozalash kerak degan sizga albatta bu savollar kelib keladi. Lekin siz tozalash uchun sharoit qilib berdingizmi? Men bugun mutaxassis sifatida jigarni tozalab, o'sha eng katta filtrni ishlatish yo'lini o'rgandim. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, biz yillar davomida chubash degan muolajani eslaymiz. Kattalarimiz hozir kam ishlatiladi. Tibbiyotda bu narsani ozgina unutdik. Chunki jigar o'zini o'zi tozalash kerak dedik. Yo'q. Demak, jigaringiz oqsayaptimi o'z ishida? Uni tozalab qo'ying. Filtrlarni qanday tozalagan bo'lsangiz, aynan chubash muolajasi jigarni to'laqonli tozalab emas, o'zini o'zi detoks qilish uchun ham sharoit yaratib beradi. Faqat o'zingizdan emas, buning uchun jigarni tayyorlash kerak. Aynan mana shu tayyorlash san'atini to'laqonli o'rgandim. Agar sizda jigarda muammo bo'layotgan bo'lsa, ya'ni og'riq emas, endokrin sistemangizda, tanangizda holsizlik, vitaminlar yetishmayapti, varikoz bo'ldi, teringizda xiralik, akningiz toza emas, bu jigaringizdan. Demak, u tozalashga muhtoj. Agar aynan shu tozalashni istasangiz, demak, Telegram guruhimga o'tib, bemalol konsultatsiyaga navbat olib, mutaxassis nazoratida o'z uyingizda jigaringizni tozalab olish imkoni bor. Demak, guruhda ko'rishguncha.